Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov o'zubi kanali. Biz Dilisi 26 da ko'rib turganingizdek bu birinchi video bo'ladi va biz mana bu yerda agentlar, skautlar va futbolchilar kuchaytirishlari ko'p bo'lgan akkauntni birin-ketinlikda futbolchilar olib kuchaytirib chiqamiz. Xo'p, bilasizmi, endi Dilisi 25 ning oxirrog'ida bir ikkita videolar tayyorlab qo'ygandim. Dilisi 25 ham ketib qoldi. Meni vaqtim bo'lmadi. 15 kuncha to'xtalish bo'lib qoldi. Va shu uchun DLSga kira olmadim. Akkaunt egasini chiqarib yuboramiz birinchi navbatda va endi akkaunt nomini ham to'g'rilab olamiz. O'zimizga kerakli nomni qo'yib olamiz albatta va bu vaqtda men sizlarga ma'lumotlarni yana aytib o'taman. Bilasiz, meni Telegram kanalim bor o'zimni. Telegram kanalimda yo'q bo'lganlar albatta hoziroq o'tib qo'yishni maslahat beraman, chunki Telegram kanalimda barcha ma'lumotlar mana shunday futbolchilarni full qilishimdan oldin, masalan 82-83 lik kerak bo'lmagan yoki kerak bo'lishi mumkin bo'lgan futbolchilar chiqadigan bo'lsa, shularni full qilaymi deb Telegram kanalimdagi obunachilarimdan so'rayman. Obunachilarim ha deyishsa, albatta uni ham full qilib ko'raman. Albatta Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Telegram kanalim video opisiyaniyasida hamda kommentariyada pin holatida bo'ladi. Hozirda biz 600 tadan ziyodroq obunachiga egamiz YouTube'da va shu YouTube'da yangi yilgacha, ya'ni 31-dekabr kunidagacha 1000 ta obunachi bo'lishni orzu qilib turibman. Hozircha albatta keyingi yillarda 10 ming ta, 100 ming ta bo'lishni ham birgalikda nasib aylasa birgalikda 10 ming ta, 100 ming ta obunachiga ham erishamiz. Hozircha mana bu yerdagi mayda o'yinchilarni sotib yuboramiz. Hozir sotib olamiz va sotib yuboramiz. Kuchaytirishlarni ko'paytirib olamiz. Ko'rib turganingizdek bizda fitness 700 tadan ziyod, 800 taga yaqin, texnika esa 450 ta dan ham ziyod. Xo'p, bizda futbolchilar deyarli qolmadi. Mana bu yerda Dilisi 26 ga kelib reserver guruh qo'shildi va mana bu yerda ko'plab bookmark degan joy qo'shilgan, ko'p narsalar qo'shilgan. Albatta sizlarga aytib o'taman bularni birin-ketinlikda videolar davomida sizlarga mayda tushunchalar berib o'tiladi. Dilisi 26 dagi mana bu yerda ko'rib turganingizdek klassik playerlar kelgan, yangi bu yerda Rivaldo bor va biz endi skautlarni bosamiz. Birin-ketinlikda birinchisida arzon o'yinchi chiqdi. Arzon o'yinchilarni olib kuchaytirish yig'ishni hammaga maslahat beraman. 100 tanga, 150 tangaga bitta kuchaytirish olsangiz bu juda yaxshi holat bo'ladi. O'ylamasdan kuchaytirish bosish uchun imkoniyat. Skautlar bosganda ham oddiy skaut bosishni ham maslahat beraman. Bizda ko'k skaut, bepul skautimizda Moises Caicedo Chelsea futbolchisi chiqmoqda. Bu qayerdan 83 bo'lib qoldi bilmadim, lekin bizga menimcha kerak emas. Chunki full qilganda fitnessdan ham texnikadan ham 400 chiqmaydi va bizda ikkinchisida Rafinha chiqmoqda. Rafinhani albatta 600 chiqarish mumkin. Biroz foizi kamroq, lekin imkoniyat bor. Shuning uchun Rafinhani sotib olamiz. Rafinha Dias Barselona futbolchisi o'tgan mavsum oltin to'pga 5-o'rinni oldi, adashmasam 4-o'rin bo'lmasa agar. Rafinha o'ta yaxshi o'yin ko'rsatdi o'tgan mavsum. U oltin to'pga 2-o'ringa loyiq bo'lgan futbolchi edi. Lamine Yamaldan o'tgan mavsum yaxshi edi meni nazrimda va Dilisi u bilan shartnoma qildi, Rodrigo bilan bekor qilib. Xuddi shunday Rafinhani 86 qilsa hech kim yomon demasdi Dilisida, lekin Dilisi 85 qilib qo'ydi Rafinhani. Mayli, Rafinha ko'tarilmadi va biz uni full qavatga yetkazamiz. Va futbolchilarni to'g'rilab kuchaytirish deganda albatta birinchi navbatda hujumchilarga kelganda qanot hujumchilariga tepadan 300, pastdan 300 chiqarish, ya'ni setr va takling darajalari juda ham past bo'lsa, ularga tushmasa juda zo'r holat bo'ladi. Markaziy hujumchilarda esa tepadan 400 va zarba darajasi 100 bo'lsa, 500 chiqarilsa ideal bo'ladi. Himoyachilarda ham xuddi shunday, faqat tepadan 400, takling darajasi 100 bo'lishi kerak, zarbasi uncha kuchli bo'lishi shart emas himoyachilarda. Va qanot himoyachilar ham qanot hujumchilardek 300 va qolgani texnikaga bosishni maslahat beraman. Qanday chiroyliroq full bo'lsa, o'shanday qilib full qilish bu yaxshi holat bo'ladi albatta. Ayrim bir futbolchilar bor, masalan Diego Jota edi, qanday bo'lmasin yo'q bo'lib ketish sababli
fitnessni, texnikani kuchaytirishingiz bo'lsa, full qilib qo'yish mumkin bo'lgan futbolchi edi, lekin 26da u endi yo'q bo'ldi, vafot etgan futbolchi. Shu qatori Eldor Shomurodov ham yo'q bo'lib ketdi. Xo'p, bizda Rafinha juda yaxshi kuchaymoqda hozircha. Rafinhada mana shu stiri darajasi 82 gacha aylanib ketdi. 82 dan yuqorilashmasa yaxshi bo'lardi, lekin bizda hozircha yana 10 tadan ziyodroq ham kuchaytirish bo'lsak kerak va stiri darajasi yana ham balandlashib ketaveradi. DLC da bilasiz, sezon pastda hozirgi kunda Rafinha kelgan pushtirang kartada va u Rafinhani o'zingiz xohlab kuchaytirasiz. Unda albatta 600 chiqarsa bo'ladi. Str va takling darajalarini qo'shmasdan shu turish kuchaytirganda albatta. Hop, Rafinhada hozircha biz 100, 196, 88 va 97, 98, 99 va menimcha 100 bo'ladi. Ha, 100 ham bo'ldi. Rafinhadan 300 chiqarib oldik. Va endi bitta screenshot olib olamiz va Rafinhadan endi texnika kuchaytirishlar bilan pastdan ham 300 chiqarishga harakat qilamiz. Imkonsiz bo'lsa-da 95 dan balandroq bo'lib qolsa hamma natijasi juda zo'r bo'lardi. Mana bu yerda qarang, 90, 90, 50. Mana shu yerda str darajasi 88 ekan, shuni ham 100 qilib qo'ysak, 99 qilib qo'ysak, juda ideal kuchaygan bo'lardi Rafinha. Bitta screenshot. Bu screenshot o'ta chiroyli screenshot bo'ldi. Telegram kanalda tashlanadi albatta shu screenshotga o'xshagan narsalar videoga. Mana shu yerda o'zida like bosib qo'ysangiz men uchun motivatsiya bo'lardi jigarlar va aytganimdek yangi yilgacha 1000 ta bo'lsak, u ham menga bir motivatsiya. Videolar davom ettirishda meni yo'limni ochadi desa ham bo'lardi. Xo'p, hozircha bizda 92, 94, 91 va 53 takling. Kontrol darajasiga qo'shdi, past 95 bo'lib ketdi. 96 va yana takling 54, past 97, past 98 bo'lmoqda. Past darajasi 99, bitta kuchaytirish pastga tushsin. Yo'q, zarba darajasiga tushdi va Rafinhada juda yaxshi kuchaytirish bo'ldi. 300 strga shu yerda ikkita kuchaytirish bosdim boya. O'shani bosmaganimda menimcha past ham 100 bo'lishi mumkin edi, lekin 99, 100 hech narsa qilmaydi. Lekin zarba va kontrol darajalari pasayib qoldi-da shu yerda. Va biz endi mana shu scoutni ham bosib yoramiz. Agarda yaxshiroq o'yinchi chiqadigan bo'lsa, uni ham full qilamiz shu videoning o'zida. Va bizda Greenwood chiqdi. Greenwood bilasiz, shu mavsumda DLC 26da 80 darajaga erishdi va Romero. Ikkisi ham kerak emas. Albatta discard tugmasini bosib yuboramiz va bizda 4 ta agent bor. Ularni birin-ketinlikda ochib ko'ramiz. U yerda ham yaxshiroq o'yinchi chiqsa full qilamiz. Fransiyalik 29-raqam kim ekan bu? Zarba darajasi 82 va Bradley Barcola ekan. Zarbasi 82ligidan bildim, chunki fransiyalik boshqa Mbappega o'xshagan hujumchilar Turam deb turganimda Turam tushdi bunisida va ularning zarbasi baland. Labotka va oxirgisida bironta balandroq futbolchi tushsa juda zo'r bo'lardi. Braziliyalik Vinicius bo'lsin, iltimos. Yo'q, bu himoyachi Eder Militao bo'lmoqda. 3-raqam chiqqanidan bildim. Va bizda hozirda mana shu tarkib paydo bo'ldi. Albatta video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mana bu stadion va stadion bazalarini ham to'g'ri kuchaytirish haqida video ham olib chiqaraman. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.